Xitoy doiralari Uyg'ur vaziyati haqidagi har qatimliq bayonotida chet el muxbirlarini rayonni ziyorat qilishga va vaziyatni naq maydonda kuzatishga da'vat qilmoqda. Ammo yana bir tarafdan Sharq Turkistonda qatma-qat to'siqlarni qurib, chet el muxbirlarining ziyoratini mumkinsizlashtirmoqda. Xabar qilinishicha, G'o'lji nahiyasining Cho'loqa yezisidagi bir amalliq mudiri yezining nazorat tuzumlarining qattiqligini tunishtirib, yezining darvozasidan chet elliklarning kirishiga ruxsat yo'qligi va yaqin 6 yilda birmi chet el muxbirining yeziga qadam besib boqmaganligini aytgan. Cho'loqa yezisining butunlay qurshov tom ichiga ilinganligi oshkorlangandan keyin aniqlashlar davomida bu tuzumning nahiya bo'yicha yo'lga qo'yilganligi ma'lum bo'lgan. Yaqında Qashqarda ziyoratda bo'lgan Fransiya axborot agentligining muxbiri yezilardagi vaziyat va cheklamalarni fosh qilgan edi. BDT umumiy kengashining 2023-yillik umumiy munozarasi 19-sentabr kuni boshlagan bo'lib, Amerikadagi nufuzli aqllar ombiri bo'lgan Atlantik kengashi va hamda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti birlikda BDT umumiy munozarasiga yandash bir faoliyat uyushtirib, xalqaroning diqqatini Uyg'ur masalasiga tortmoqchi bo'lgan. Halbuki mazkur yig'in echilishidan avval Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakillar o'mikining oldin qapda bu tashkilotga a'zo davlatlarning vakillari o'mikiga maxfiy xat yozib, ularni bu yig'inga qatnashmaslikka chaqirganligi oshkorlandi. Yuqorqi bu xat ijtimoiy taratqularda oshkorlangandan keyin kuchli inkas qo'zg'adi. Faoliyatdagi so'zlovchilardan biri bo'lgan Amerika Tashqi ishlar ministrligining yer shari jinoiy ishlar adliyasiga mas'ul alohida elchisi Batvan Shak xonim buni Xitoyning Uyg'urlarni bostirishdagi xalqaro tashviqotining bir misoli deb atadi. Hindiston Xitoy tahdidiga qarshi dunyodagi eng egiz cho'qqilarning birida ko'rakchi aeroplan uchish yo'li yasashga tayyorlik qilmoqda. Amerika ovozining xabar qilishicha, Hindiston Sharqi Ladakning Neoma rayonining Sharq Turkiston Hindiston chegarasini bo'ylab dunyodagi eng egiz cho'qqida ko'rakchi aeroplan uchish yo'li yasashni planlagan. Xitoy Beyjingda turishliq Germaniya bosh elchisini chaqirtib, Germaniya tashqi ishlar ministrligining Xi Jinpingni diktator deb atag'anligiga norozilik bildirdi. Egilinishcha, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingni diktator deb atagan bo'lib, Xitoy dushanba kuni buningga siyosiy ig'vogarchilik deb norozilik bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Germaniya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Germaniyaning Beyjingda turishliq bosh elchisi yakshanba kuni Xitoy tarafidan ministrlikka chaqirtilganligini bildirgan bo'lib, buningdan ilgari Xitoy Germaniya tashqi ishlar ministrining aloqador so'zlarini intayin kulkilik deb ayblagan. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Qorabog'dagi terrorlikka qarshi turish harakatidan keyin bayonot e'lon qildi. Ozarbayjonning Qorabog'dagi terrorlikka qarshi turish harakati muvaffaqiyatli tamomlangandan keyin televiziya nutqi so'zlagan Aliyev xalqqa xitob qildi. U Qorabog'dagi Armaniya bo'lgunchi kuchlarining qurol tashlash kelishimini qabul qilganligini aytdi. U Ozarbayjon bilan Armiyaning ikki davlat orasidagi masalalarni hal qilib, tinchlik kelishimi imzolashga ko'p vaqt qolmaganligiga ishonadiganligini bildirdi. Yaponiya hukumati Xitoyning Yaponiyaga tava alohida iqtisodiy rayoniga laylama o'y yasaganligiga diplomatik yo'llar orqali norozilik bildirganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atriti yaqinida Okinawaning g'arbi-janubiga joylashgan talash-tortishdagi Senkaku oroliga yaqin joyda Xitoyning laylama o'ylarini uchratgan.